Birinchi marta bu narsani talabalarimdan eshitganimda unaqa ahamiyat bermaganman. Keyin bundoq qarasam, shu gapni qayta qiz boladan ham, o'g'il boladan ham hamma studentlardan eshitishni boshlaganman. Men grammatikani, hamma zamonlarni nuqta virguligacha yaxshilab oldin o'rganib olishim kerak, keyin bemalol speaking qilib ketsam bo'ladi. Yoki, Miss Barno, mana sizni oldingizda gapiradigan bo'lsak, hayajonlanamiz-da, do'dirimiz, pauza qilamiz, lekin o'zimiz o'rtoqlarimiz bilan gapirayotganda bemalol speaking qilamiz. Ya'ni, shu ikkita narsani men qayta eshitdim. Boshida o'yladim, o'tirdim, analiz qilishga tushdim bu muammoni. Nimaga talaba oldin grammatikani zo'r qilib, ideal ravishda o'rganib, hamma zamonlarni tushungandan keyin gapirib ketaman deb o'ylaydi. Yoki nimaga imенно mendan qo'rqadimi, nimaga mendan hayajonlanadimi, nima uchun fluency bilan bunaqa muammo bo'lyapti degan narsani yaxshilab titkilab topishga harakat qilganman. Tushunmaganman. Bu narsa fluencyga bog'liqmi, o'zi nimaga bog'liq, so'z boyligi yetmayotganligigami, grammatika shunchalik muhim narsami? Shu narsani rostdan ham sincerely tushunmaganman. Men har doim bu narsani nimaga kelib taqaladi deb o'ylaganman, fluencyga kelib taqaladi deb o'ylaganman. Men aytaman, bo'ldi, turishing 8, zo'r gapiryapsan, imtihonga kirsa bo'ladi deyman, tap etib imtihonga kiradi-da, u haqiqiy imtihondan 6 olib chiqadi. Yoki xuddi shu holatda teskarisi bo'lardi. Masalan, mock testlarda sinfda o'zini tutayotganidan kelib chiqib, baribir qanaqadir bir conclusion qilinadi. 8 chiqadi degan talabamda 5,5-6 chiqyapti. Bu taxminan shu 6lar 5,5 chiqsa kerak, speakingga deyman-da, tap etadi, imtihonga kiradi-da, 7,5 olib chiqadi. Undan keyin umuman logic покинул чат deganman-da, tushunmaganman. Qanaqa qilib uni hamma ma'lumotlarni yig'ib, ko'rib, tushunishga harakat qilgandan keyin mana shu narsani anglab yetdim. Va bugungi YouTube darslikda mana shu fikrlar bilan, insightlar bilan, foydali maslahatlar bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bu narsa aslida psixologik muammo deb nomlasak to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni bu fluencyga related bo'lgan problem emas unchalik, balki ko'proq psychological issues, ya'ni uyalish, do'dirash, xato qilishdan qo'rqish, hayajonlanish, qo'llar даже bu o'zini fiziologически ham manifest qilishni boshlaydi. Qo'llaringiz titraydi, suv ter bosadi, gapirayotganingizda gaplaringiz chalkashib ketadi. Keling, mana shu narsani tan olaylik. Hayajonlanganimizda, katta zalga chiqayotganimizda yoki o'sha har bittamizda bo'lgan holat, do'dirab sinfxonada hammani oldida gapirayotganimizda, hatto o'zimizni ona tilimizda ham do'dirash holatlari o'zimizning native language'imizda ham bo'ladi. Endi qanaqa qilib sen ona tiling ravon emas, ona tiling yaxshi emas, o'zbek tilida so'zlar yodlagin deb bunaqa conclusion qila olmaymiz-ku. Demak, kelib chiqayotgan narsa nimadan iborat? Bu narsa tilga, lingvistik elementlarga bog'liq, faktorlarga bog'liq bo'lgan muammogina emas. U juda ham chuqur ildiz otgan muammo hisoblanadi. Endi bu yoqda faqat muammo haqida gapirmasdan o'zimni observationlarim bilan, kuzatuvlarim bilan avvalambor bo'lishaman va oxirida talabalarimda, shogirdlarimda sinab ko'rgan va sinaganimdan keyin haqiqatan ham speakingda uni qo'llab, yaxshi natijalarga erishgan metodligini sizlarga bermoqchiman. Birinchi navbatda tushunib olishimiz kerak bo'lgan kuzatuvlar. Kuzatuv number 1. Hayajon bu absolutely normal condition hisoblanadi. Bu juda ham normal holat. Har bir inson hayajonlanadi, har bir inson do'diraydi. U kontekstga bog'liq bo'ladi. Ona tilimizda ham do'diraymiz. O'zimiz taniydigan odamlarni, tanishmas odamlarning oldida ham do'diraymiz. Birinchi tushunib olishingiz kerak bo'lgan narsa, do'dirash, hayajon bu normal holat. Har bir inson hayajonlanadi. Meni uzoqdan beri, anchadan beri kuzatib boradigan insonlar bilishadiki, meni hobbilarimdan biri, kichkina part-time joblarimdan biri bu qo'shiqlarga matn yozish. Shuning uchun ham ko'pincha o'sha katta sahnada 3000 ta odamga ashula aytadigan, 5000 ta odamga sahnada turib, vыступить qilib ashula aytadigan insonlar bilan ham gaplashib ko'rganman. Meni qiziqtirgan narsa nimadan iborat bo'lgan? Sizlar ham hayajonlanasizlarmi? 3000 ta odam sizlarga qarab turibdi. Qanaqadir bir do'dirash, hayajonlanish, tekstlarni, so'zlarini, ashulani aytayotganda unutib qolish va holatlar bo'ladimi deb so'raganman. Va eshitgan narsam meni hayron qoldirgan va meni uspokoyit qilgan. Bu narsa meni ancha xotirjam qilgan.
Ya'ni 10 yillab, 20 yillab sahnada o'sha katta sahnalarda chiqib yurgan aktyorlar ham, qo'shiqchilar ham hamma hayajonlanadi. Hayajonlanish bu tabiiy holat. Biz tashqaridan ham YouTube'larda ko'rib, sahnada chiqayotgan insonni, artistni ko'rib turib, biz o'ylaymizki, bu uje chiqurib beti qotib ketgan, qanaqadir uje uyalmay qo'ygan deb o'ylaymiz. Lekin aslida o'sha inson ichida nima his qilayotganini hatto tushunmaymiz ham. 10 yillab ham qancha vaqtdan beri perform qilgan artistlar ham, qo'shiqchilar ham hayajonlanadi. Birinchi navbatda tushunib oling, hayajonlanish bu insonga xos bo'lgan hissiyot. Bu normal narsa. U bilan kurashmang. Hayajon bilan kurashganingiz sari, u narsani o'zingizda suppress qilishga harakat qilganingiz sari, u o'zini manifest qilib chiqib kelaveradi. U bilan kurashilmaydi. Hayajon bilan siz do'stlashib olishingiz kerak. Qanaqa qilib do'stlashasiz? Videoni oxirida observationdan keyin bu narsani tushuntirib o'taman. Keyingi aytmoqchi bo'lgan narsam nima? Keyingi observation. Mana Barnopa, siz uverennisiz, hayajonlanmaysiz, bemalol fikrlaringizni aytasiz deb ko'pincha aytishadi. Qanaqa qilib shunaqa confident bo'lib qolgansiz, o'zingizga uverenniy bo'lib qolgansiz? Iltimos alohida dars qilaylik, uverenness haqida, confidence haqida. Endi bu narsa haqida ham ozgina gaplashib o'tamiz. Keyingi tushunishingiz kerak bo'lgan narsa, hech kim o'ziga uverenniy bo'lib taq etib tug'ilib qolmaydi. Taq etib ertalab uyg'onib, bo'ldi, men endi o'zimga uverenniy ekanman deb bu narsani bitta ikkita qadam bilan yechib bo'lmaydi. O'zimda olib, uverennessga, o'ziga bo'lgan ishonchi analiz qilsangiz, hatto so'zga ahamiyat bering, o'ziga bo'lgan ishonch. O'zingizga ishonchingiz, qachon o'zingizga bo'lgan ishonchingiz oshadi? Qachon self confident insonga aylanasiz? Qachonki siz qilayotgan ishlaringizda rezultat ko'rsangiz. Bir marta gapirib ko'rasiz, uncha o'xshamaydi. Xo'p, 2 marta gapirasiz, sal yaxshiroq chiqadi. 3-chisida yaxshiroq chiqadi, 4-chisida yana ham yaxshi chiqadi. Ya'ni meni shaxsan formulam, o'ziga bo'lgan ishonch haqidagi formulam bu. O'xshamaydi, qilib ko'rasiz, попытка, trial and error metodidan foydalanish hisoblanadi. Ya'ni hamma o'ziga hozirda sizni nazaringizda o'ziga bo'lgan confidence kuchli tuyuladigan insonlar qachonlardir o'ziga umuman uverenniy bo'lgan, o'ziga bo'lgan ishonchi past bo'lgan insonlar. Va bu narsani yengishi faqatgina bitta yo'li bor. Siz rezultat ko'rishni boshlashingiz kerak. Ya'ni birorta bir ish qilasiz, pozitivniy zakreplение deydi bu narsani. Ya'ni pozitiv mixlash. Ya'ni qildingiz birorta ish, yaxshi chiqdi, uni aha deysizda, yomon chiqmagan narsasi ham 80 milliard bo'ladi. Lekin siz miyangizni train qilishingiz kerak, yaxshi chiqqan tomoniga qarashga. Buni yana bir mashhur intervyuda so'raladi. Sizni fikringizcha hozirgi asrni, hozirgi dunyoni number 1 skills, eng muhim bo'lgan, hamma o'rganishi kerak bo'lgan skill qaysi skill deb hisoblanadi deb savol berilganda, intervyuda bir mashhur inson aytadi: "Meni fikrimcha, hozirgi kunda har bir inson o'rganishi kerak bo'lgan number 1 important skill bu growth mindset hisoblanadi" deb javob beradi. Ya'ni growth mindset o'sishga, progressga tomon qaratilgan mentalitet. Ya'ni hayotda hammada o'xshamaydigan, parod bo'ladigan, o'zi xohlagandagi chiqmaydigan holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Lekin insonlarning ikki xil mindseti bo'lar ekan. Growth mindset va limited mindset. Growth mindsetdagi odamlarning mindseti rich bo'ladi, boy bo'ladi ularning mentaliteti. Qarang, mana qilib ko'rdim, shu videoni oldim. Idealni gapirmagan bo'lishim mumkin, ichida xatolar qilgan bo'lishim mumkin, lekin eng muhimi shu narsani men boshladim, o'zimga isbotladim, shu narsani qila olaman. Keyin safar yana yaxshiroq qilishga harakat qilaman deb growth mindset, pozitiv tomoniga ahamiyat berasiz. Lekin bu degani voy zo'r deb ko'z yumib ketish kerak degani emas. Ya'ni sizda limiting narsalardan, problemlardan xabaringiz bor, siz aware'siz, ularni yozib oldingiz. Keyin safar shu narsalarni qilmaslikka harakat qilasiz. Ularga problem solution oriented mindset bilan approach qilasiz. Lekin bu degani umuman hech narsa qilmaysiz degani emas. A poor mindsetdagi insonlar, limited mindsetdagi insonlar qanaqa o'ylaydi? Har doim perfect bo'lishga ular harakat qiladi. Mana bizga har doim quyiladigan bitta gap bor-ku. You need to become the best version of yourself deymiz. O'zingni eng zo'r versiyangga aylan.
o'zingni eng ideal versiyangga aylan deb bizga jamiyat mana shu gaplarni quyuradida. Biz o'ylaymiz, qanaqadir bir ideal versiyam bor ekan deb. Aslida inson ideal emas. Va insonni inson qiladigan narsa ham uni ideal emasligi, xatolari borligi va bu narsa bizlarni inson qiladi, odam qiladi. Bu narsaga normal holatda approach qilish kerak. Ya'ni men odamman, men xato qilaman, menda ishlar ideal chiqmasligi mumkin, lekin keyingi safar ham bu xatoni qiladigan bo'lsam, undan keyingi safar ham bu xatoni qiladigan bo'lsam, demak, qaysidir ma'noda mana shu xatolikka mas'uliyatni o'z bo'ynimga olishim kerak. Chunki bir marta bir nima o'xshamasa xato bo'ladi. Ikkinchi marta bir nima yana xuddi shunaqa ketadigan bo'lsa, bu уже xato emas. Bu narsa уже takrorlanayotgan pattern hisoblanadi. Agar xuddi o'sha xatoni siz 3-marta qiladigan bo'lsangiz, bu уже odatga aylanadi. Va odatga aylangandan keyin bu narsadan qutulish juda ham qiyin. Ya'ni hozir sizga videoni shu paytgacha aytgan narsalarimni yana bir marta takrorlayman, chunki bu sizni mindsetingizni o'zgartirish uchun juda ham muhim informatsiya. Birinchi narsa, xato qilish normal holat va hayajonlanish hammada bo'ladi. Ona tilida ham inson hayajonlanadi. Sahnaga yillab chiqib, o'sha katta teatrlarda chiqayotgan aktyorlar ham hayajonlanadi, mashhur xonandalar ham hayajonlanadi va bu gapni men osmondan olib aytmayapman. Rostdan ham o'zim ishlab ko'rgan xonandalar bilan gaplashgandan keyin o'zimga ham qiziq bo'lgan bu narsa. Hayajonlanamiz, lekin biz hayajonlanishga o'zimizga ruxsat beramiz ma'lum bir minutlargacha deb aytishgan va bu narsani hozir sizga yechimlar qismida tushuntirib bermoqchiman. Birinchi qilishingiz kerak bo'lgan narsa mana baribir xolismi yo'qmi? Speaking examga kirdingiz, mocking imtihondasiz yoki haqiqiy IELTS imtihondasizda va sizni kuchli hayajon bosyapti. Menda ham bo'ladi. IELTS ga necha marta speakingga kirgan bo'lsam ham, 9 olgan bo'lsam ham, necha marta 8,5 speaking chiqqan bo'lsa ham, har safar kirganimda hayajonlanganman. Va menda hayajon 1, 2, 3. 3 ta savoldan keyin o'tib ketardi. Ya'ni boshida aytadi, "Can I get your full name? Where do you come from? Do you work or are you a student?" kabi o'sha har doim beriladigan savollar beriladi va 3 ta 4 ta maksimum savoldan keyin men o'zimni pick up qilaman va full energy da, full potential da javob berishga harakat qilaman. Keyin bolalarga ham aytdim, "Bolalar, bu bilan kurashilmaydi. Hayajonni yengishga, uni dushman ko'rib, u bilan kurashishga harakat qilmanglar. Uni o'rniga hayajon bilan sizlar do'stlashib olishga harakat qilinglar. Chunki hayajon bo'lmasa, sizlarda o'sha insoniylik obrazi bo'lmaydi." Va o'zingizga 3 ta 4 ta savolda boshida sal hayajonlanishga ruxsat beringlar. Undan keyin bo'lsa bu imtihonda men katta ball olib, ota-onamni xursand qilmoqchiman. Ya'ni siz уже ikkita tomonni o'lchab ko'rasiz va bu narsaga psixologik imtihondan oldin tayyorlanishingiz kerak. O'zingizga quyib har kuni eslatib borishingiz kerak. Ya'ni men hozir kiraman, hayajonlanaman, taxminan $200 turadigan imtihonimni parod qilaman-da, ertaga chiqaman-da, keyin aytaman, "Oyi, ana o'xshamadi, yana pul beringlar, yana kiraman" deyman. Menga shu kerakmi? Hozir shu examiner meni dushmanimmi rostdan? Meni ustimdan "Va ha ha ha, mana qaranglar, Sardor qanaqa javob berdi va qaranglar, Anora qanaqa javob berdi" deb ustimdan kulib o'tirish uchun o'tiribdimi yo prosta ishini qilyaptimi? Ya'ni birinchi tomon shu, ikkinchi tomon examiner shunchaki ishini qilyapti. Hayajonlanish normal holat, bu normal proses, hammada bo'ladigan narsa, xato qilish ham normal holat. Men hozir faqat shuni o'ylab, dudrab, examinerga yoqamanmi yo'q deb ichimda milliard xayollar o'tgandan ko'ra, uni o'rniga shu imtihonim 10 daqiqa bo'lar ekan, 10 daqiqaning ichida yillab o'rgangan narsalarimni chiroyli ko'rsatib berishga harakat qiling. Chunki men ota-onamni xursand qilib, yaxshi universitetlarga kirib, o'zim ham bu imtihondan hayajonlanib javob berganingizda, конечно, rezultatingiz ham yaxshi chiqmaydi, chunki bunga bitta narsa bor-ku. Hayajonlanganingizda даже fikrlar kelmaydi. Chunki sizning organizmingiz fight and flight modda bo'ladi. Ya'ni urgin va qochgin rejimida ishlaydi. U rejimda miyangiz ishlagandan keyin sizda kortizol juda ham baland bo'ladi. Kortizol bu stress gormoni. Stress gormoni organizmingizda bo'lgandan keyin siz bemalol gapirib, fikrlaringizni yaxshilab tushuntirib bera olmaysiz.
oxir oqibat hamma narsa kelib tanlovga taqaladi. Men hozir do'dirab hammasini parod qilishim mumkin va bu даже arzimaydigan narsa. Kimdan hayajonlanaman? Mana o'tiribman examda. Mani dushmanim bormi? Mani kim dushmanim? Mana shu ekzaminator mani dushmanimmi? Ustoz mani dushmanimmi? Nima men qo'rqishim kerak? Qo'rqamiz biz qachonki hayotimizga xavf tug'diradigan holatlarda bo'lsa, bu shunchaki imtihon-ku deb siz miyangizga quyib, tomizib bu narsani katta qilasiz. Va oxir oqibat har kuni mana shu psixologik o'zingizni tayyorlaganingizdan keyin bu narsa yig'iladi, mana o'shandan keyin confidence paydo bo'ladi. Keyingi actionable practical tool talabalarimda qo'llagani boshda mana qaranglar, sразу unaqa talabani olib Sardor davay 200 odamni oldida gapir deb biz uni qo'yib qo'ymaymiz. Biz sekin bu narsaga tayyorlaymiz. Ya'ni boshida telefonni olasan, speakingga audio qilib gapirasan. My name is Sardor, I study at the University of XYZ. Boshida audio, yoqmaydi yozgan audio. Qaytadan yozasiz, 10 marta yozing, 20 marta yozing, xo'p 30 marta yozing, 31-sida o'xshashi shart. Prosto odamlar rezultatni ko'rguncha sabri yetmaydi. Mana birorta bir narsa qilar ekan, uni bilmaydi, chunki har bir insonda bu formula har xil ishlaydi. Menda 10 martada o'xshashi mumkin, sizda 11 martada o'xshashi mumkin, Sardorda 30 marta o'xshashi mumkin, Bobirda 32-martada o'xshashi mumkin. Odamlarning eng katta xatosi, ular juda ham early voqli give up qilib qo'yishadi-da. Mana o'sha narsani qilmang. Sekin qiladi. 10 marta yozing, xo'p 11-chi o'xshar, 20 marta qiling, o'xshar. Mana уже audiolarda mana javob berganingizdan keyin sal confident bo'lishni boshladingizmi? Confidence-ni build qildingizmi? Endi siz keyingi bosqichga chiqasiz. Keyingi bosqichingiz siz endi videoni qo'yasizda, videoga qarab gapirishni boshlaysiz. My name is Sardor, I study at the University of XYZ, I'm majoring in A because I like gapirasiz. Yoqmadimi? Udalit qilasiz, yana qaytadan gapirasiz, Agarda men talabaga sразу video qo'yib, "Davay gapir" deydigan bo'lsam, talaba bu narsani qila olmaydi. Nabarot o'zini qaytadan yopib qo'yib, mana bu shell ichiga kirib oladi. Aytayotganimdek, siz uyda o'tirib ham o'zingiz bu narsani ustida ishlashingiz mumkin, lekin bu yoqda bitta qadam qo'yishingiz kerak. Boshida audio qilasiz, keyin video qilasiz, keyin miya ham уже bu narsaga boshqacha qarashni boshlaydi. Miya nimani yaxshi ko'radi? Miya takrorlashni yaxshi ko'radi, odatlarni yaxshi ko'radi. Bir marta qilganingizda hali odatni siz shakllantirmagan bo'lasiz. 2 marta qilasiz, 3 marta qilasiz, уже miya bo'ldi, bu уже qo'rq berkan. Buni shappa olib 30 ta odamni, 40 ta odamni, 300 ta odam ichiga tashlab olsangiz ham anaqa chiqarkan, tegirmondan 3 chiqarkan, уже bu o'rganibdi deydi. Eng muhim narsa siz miyani shu narsaga trick qildirishingiz kerak. Miyani trick qildirish uchun juda ham muhim pozitiv mixlash. Siz pozitiv mixlashingiz kerak. Pozitiv mixlanish bo'lishi uchun positive fixation. Siz qilayotgan narsadan rezultat ko'rishingiz kerak. Mana bir marta gapirdim, o'xshamadi, ikkinchisida yaxshiroq chiqdi. Pozitiv narsaga qarab bilish san'ati bo'lsa, faqatgina growth mindset bor insonlarda bor. Va qarabsizki, xudo xolasa sekin hayajon ham give up qilishni boshlaydi. Siz o'zingizga bo'lgan o'sha confidence ni build qilasiz. Yana aytaman, bugun uxlab ertaga turib o'zingizdan o'zingiz confident bo'lib qolmaysiz. Siz tushuning, siz miya bilan ishlayapsiz. Miya takror qilingan narsalarni yaxshi ko'radi. Miyangizga yordam bering va o'z navbatida miyangiz keyin sizga yordam berishi boshlaydi. Va yana bitta narsa xohlardim, mana hozirgi 1 minutlik, 40 sekundlik videolar olamida afsuski informatsiyalarning qadri tushib ketgan. Odamlar mana shunaqa uzun videolarni ko'rmay qo'yishgan. Lekin uni ichida meni ishonchim komil, masalan, men necha yil qilgan xatolarim, metodlarim, o'shani olib 20 daqiqaga, 15 daqiqaga sig'dirishga harakat qilaman. Agar siz shu videoni mana shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, men sizni chin qalbimdan tabriklayman. Siz hozirda men ishlatgan, ketkizgan vaqtimni 15-20 daqiqa ichida ancha tejab oldingiz, lekin natija bo'lish uchun
bu narsalarni amalda qo'llash juda ham muhim hisoblanadi. Iltimos shu narsani amalda qo'llang va izohlar qismida qaysi metodni siz qilib ko'rgansiz yoki ishlatib ko'rmoqchisiz, mana shu hayajon, do'dirash, xatoligi bo'lgan negativ qarash sizlarda ham bo'ladimi, yo'qmi? Bu informatsiya bilan обязательно bo'lishing. Men o'tirib, o'qib, o'zim uchun ham qanaqadir bir yangi ma'lumotlar olsam ajab emas.